Bismillahirrahmanirrahim. İmam Buxari rahimahullohning Al-Adabul Mufrad nomli kitobini dars qilayotgan shu darslarning davomidan bugun 122 hadis. Umar ibn G'urabqa uning hammachisi hadis so'zlab bergan. U mo'minlarning ansi Oysha radhiyallohu anhadan shundoq so'ragan. Shundoq degan: Bizning birimizning yo'ldoshi u ayolni xolab qolsa, undan u ayol eriga ma'qul demsa yoki g'azablangan bir holati bo'lganligi uchun yoki tetik emas bir holati bo'lganligi uchun mushu sababdan bizga haraj bormi deb so'radi. Oysha radhiyallohu anha shundoq dedi. Shundoq eringning sening ustingdagi haqlarning qatoridan agar yo'ldishing seni xohlagan bo'lsa va sen to'gining ustidagi egarning ustida bo'lgan holatingda ham uni mani qilmasliging kerak, to'smasliging kerak, ma'qul deyishing kerak. U ayol shundoq dedi. Men Oysha radhiyallohu anhaga dedim. Bizning birimiz hayz bo'lib qolsa, u ayolning va erining faqat birli ko'pisi bo'lib qolgan bo'lsa, yoki birli yotqini bor bo'lsa, unda qanday qiladi? Oysha radhiyallohu anha shundoq dedi. U ayol ishtinini ching bog'lab, ondan yo'ldoshi bilan birga uxlaydi. Ve şu ayalının iştinin üstüdeki bedeninin üstündeki kısmı erining haqqı. Men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin qanday qilganligini sana deb bermen dedi. O mening Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bo'lgan kechem idi. Yani mening navbatim bo'lgan kecha idi. Men arpadan bir az un qilib, uni xamir qilib, non qildim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kirdida ishni yeb qo'yib masjidga kirib ketdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uxlamoqchi bo'lsa, uxlashdan burun ishlarni taqaytdi, tulumlarning og'zini chiyatdi va qochqucha mushuna narsalarni yapqili nasib bo'lmasa, uni dumgum turib qo'yatdi, chiroqni o'chiratdi. Men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemning qaytib kirishini, ondan uningga bu nonni yedirishimni saqladim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öygenip kirmedi. Hatta uyqam kelib ketdi-de uxlab qoldim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemni so'qoq bir aram qildi. Peygamber aleyhisselam mening qishimga kirib, meni turg'izib, meni isitib qo'ying dedi. Men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemning maqsadini tushunib, men hayzdor edim desam, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayzdor bo'lsingizmi, yotungizni eching dedi. Men ishki yotamni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge echib berdim. Mag'zini va beshini yotamga qo'yib, hatta isib oldi. Ondan qo'shnimizning bir qo'shqa qo'yi uy kirdida yiliqi nonning qishiq kelib nonni oldi va ap qochdi. Oysha radhiyallohu anha shundoq deydi, men sal jiddilashib qoldim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uyg'ondi. Men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demek aldırdım iş tarafga. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu çağda mundaq dedi. Siz qo'yning og'zidan alalığınızca eling nonni. Qo'y sabablik qo'shningizga arziyat bermang. Yani sen nenimni ep qaçding deb qo'yni urib ya tillab mundaq qilib, bu sababdan qo'shningizga aziyat bermang dedi. Bu hadisda inilgan paydalar er kişinin haqqı qatardan, ayalının üstüdeki haqqı qatardan, eğer ayal kişi Ramazanda rozdar bo'lmasa, hayz bo'lmasa, nifasdar holat bo'lmasa, ayalını töshak chaqirgan vaqtida ayali başlatmaslik kerak. Shuning bilan birga er kishimi ayalining nafratini qo'zg'amaslik uchun attirlarni chechib, tishlarini cho'tkilab, o'zininki yurish-turishiga, shaxsiy tozaligiga alohida rioya qilish kerak. Yani bir paydası qo'shnilarningki haqqining nihoyatda cho'ng ekanligi. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qo'y sabablik qo'shningizga aziyat yetkazmang deb sabr qilishga Oysha radhiyallohu anhani buyurgan. 121 hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisga Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem shundoq degan. Qo'shnisi uning yomonliklaridan amin bulanmagan, xotirjam bulanmagan kishi jannatga kirmaydi.
Yani davamlı qo'shnilarga aziyat yetkazadigan, tili orqali, qo'li orqali shundoq aziyat yetkazadigan kishi jannatga kirmaydi, debdi. 67-hadis. Bab qo'shni qo'shnisining yaxshiligini yoki hadiyalarini, ma'ruflarini hargiz haqir, kichik sanamasin. Va hadiya qilgan narsa garchi qo'yning tuviqichaqliq narsa bo'lsa-mu. 122-hadis. Amr ibn Muaz al-Ashhali u mo'misidan rivoyat qilgan. Uning mo'misi mundaq degan: Menga payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq dedi: Ey mo'min ayollar, sizlarning ichinglardan bir ayol o'zining qo'shnisining yaxshiligini kichik sanamasin. Gerçi kuyib ketgan qo'yning pachiqi bo'lgan taqdirdimi. Ham bu hadisda babda ham jaratun deb kepti, ham hadisdimi ayollar debdi. Chunki tamoq hadiya qilish, tamoq sunish qatorliq ishlar ayollar qiladigan ishlar bo'lg'achqa ko'pincha holatlarda shunga xitob ayollar qaratibdi. 123-hadis. Bu mu Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisga payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shundoq degan: Ey musulmon ayollar, ey musulmon ayollar, qo'shnining yaxshiligini, ma'rufini hargiz haqir, kichik sanamasin, tuvan jag'lamasin. Bu gap ham hadiya qilg'uchiga, ham hadiya qilinguchiga har ikki tarafga qaratildi. Hadiya qilg'uchi ham bu ozg'ina narsamni hadiya qilsam qo'shnim nima deb qolar deb o'ylamaslik kerak. Hadiya qabul qilgan odammi mushunchalik oddiy narsani, mushunchalik kichik narsani menga hadiya qilibdi, men tek bu holatga tushib qolmagan tursam, meni kambag'al yoki g'ayrib bichar deb o'ylab qolgan o'xshaydi deb bunda o'ylab olmaslik kerak. Walau bi firsini shatin, qo'yning tuvi qichaqliq narsa bo'lgan taqdirdimi. 68-bab qo'shnining shikoyati. 124-hadis. Muhammad ibn Ajlan deydi, uningga hadisda so'zlab beribdi. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisga bir kishi shundoq dedi: Ey Allohning payg'ambari sallallohu alayhi va sallam, mening bir qo'shnim bor, menga aziyat berdi. Shunda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq dedi: Sen berib uyangdagi mol-matolaringni, narsa keraklaringni yo'lga chiqargin, dedi. Bu kishi ketdi-da, uydagi narsa keraklarini ko'chaga chiqarib qo'ydi. Kishilar uning qishiga to'plashib so'rashdi: Bu nima ahvol? Bu nima ish deb so'ragandan keyin u kishi: Mening bir qo'shnim bor, menga aziyat beradi. Men payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga bu ahvolni desam, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bag'in va narsa keraklaringni yo'lga chiqib qo'ygan, dedi. Shuning bilan to'plashgan kishilar deyishdiki: Ey Alloh, uning la'nat qilgin, ey Alloh, uni rasvo qilgin, dedi. Eliq qo'shnisiga bu gap so'zlar yetdi-da, qo'shnisi bu qo'shnining qishiga kelib mundaq dedi: Uyingga qaytqin, Alloh bilan qasamki, men senga aziyat bermayman, dedi. İnsanlar üç türlük bo'ladi. Birisi mayli musulmon bo'lsin yoki kafir bo'lsin, vijdonliq, g'ururliq boshqalarga aziyat berishni yaxshi ko'rmaydigan bo'ladi. Ikkinchi turli kishilar Allah əsiltilsə, Allah'tan qo'rq deyilgan vaqtida Allah'tan qo'rqib boshqalarga aziyat bermay zulmini to'xtatadi, zulm qilmaydi. Allah'tan qo'rqqanligi sababidan, vaz nasihat tufaylidan. Uchinchi xil odamlarga Allah'tan qo'rq deb vaz nasihat qismi ta'sir qilmaydi. Shunga bu xil kishilarga mushundaq ommani qo'zg'ash orqali besim ishlatib turib, bularningki zulmini to'xtatish kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam eliq aziyati berguchi qo'shnining qishiga berib, sen qo'shning aziyat bermagin, Allohdan qo'rqqin deb vaz-nasihat qismi qiladi. Lekin payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'zidan keyin sahobalar, tobiinlarga toki davr qiyomatgacha bo'lgan mush insonlarga mushundaq zulm uchirgan vaqtida qandoq qilish haqida bir yo'lni ko'rsatib turadi. Ya'ni u bo'lsa-mu bundoq gap ta'sir qilmaydigan odamlarga ommani qo'zg'ash, tashviqot qilish, tashviqot vositalarida uningki yomon ish izlarini, abdibashirisini echib tashlash orqali uning besim ishiltish. Ammo bu xil usul oqmaydigan bir yurtda yashagan bo'lsa, masalan, shuning zulmini boshqalarga anglatganligi sababidan saqchilar tutib ketadigan yoki texim og'ir ahvolga tushib qoladigan ahvol ostida bu kishi u zulm bo'layotgan yerdan boshqa yerga ketish kerak.
25 hadis. Abu Juhayfadan rivoyat qilindiki, u mundaq deydi. Ma'lum bir kishi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga o'zining qo'shnisini shikoyat qildi. Ya'ni menga davomli aziyat berdi deb shunday shikoyat qilgandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq dedi. Sen uyingdagi narsa keraklaringni ko'tarib, uni yo'lga qo'yib qo'ygin. Narsa keraklaringning qishidan o'tgan kishi uning la'nat qiladi dedi. Shuning bilan bu kishi shunday qildi. Haliqi narsa keraklarining qishidan o'tgan har bir kishi qo'shnisiga la'nat qilishga boshladi. Haliqi qo'shnisi aziyat berdigan qo'shnisi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qishiga kelib, men insonlardan katta bir ishlarni ko'rib ketdim. Ya'ni hammasi meni la'nat qilishga boshladi dedi degandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq dedi. Haqiqatan Allohning la'nati u insonlarning, musulmonlarning la'natining ustida bo'ladi dedi. Ondan qo'shnisini shikoyat qilgan ilq kishi mundaq dedi. Kufita. Yetar, san kupay bo'ldi mushu. Yoki shuning o'xshagan bir gapni qildi. 126 hadis. Ibn Mubashir mundaq deydi, men Jabirning mundaq deganligini angladim. Ma'lum bir kishi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga o'zining qo'shnisining zulmini shikoyat qilish uchun kelgan edi. Bu kishi rukun bilan maqomning o'tirsida o'ltirayotganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yetib keldi. Iliq kishi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni ma'lum bir kishi bilan udul-mudul turgan holatda ko'rdi. Bu kishining ustida oppoq kiyim bor edi. Ya'ni maqomning qishida ko'rdi. Ya'ni jinoz namozi qo'ydigan joyda. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam keldi. Bu kishi shundoq dedi. Dadam, anam, sizga fido bo'lsin, ey Rasululloh. Üstüge oppoq kiyim kiyib olgan, ustida oq kiyim bo'lgan, siz bilan udul-udul tug'an, men ko'rgan iliq kishi kim bo'ladi deganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sen uni rost ko'rdingmi degandan keyin iliq kishi shundoq dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sen ko'p yaxshilikni ko'ribsa. U kishi Jibril alayhisalom, Parvardigorimning elchisi. Jibril menga qo'shni haqida, qo'shniga yaxshilik qilish haqida davomli vasiyat qilaverib, tavsiya qilaverib, hatto men qo'shnini mirosxo'r qilib qo'ydi ekan deb o'ylab qoldim dedi. 69-bob. Men aza jarahu hatta yaxruja deydi. Bir kishi o'zining qo'shnisiga aziyat berib, hatto u qo'shnisining azizligiga chidamay uydan chiqib ketgan kishining bobi. 127-hadis. Savban mundaq deydi. Qandaq ikki kishi 3 kundan ortiq adovat saqlashib, shunda jidallashib qolgan bo'lsa, u ikkisining birisi halok bo'lsa, u ikkisi o'lib ketsa, famata va huma ala zalika min al-musarama. Ya'ni u ikkisi shu jidallashib qolgan, bir-biriga adovat saqlashib qolgan holatda o'lib ketsa, u ikkisi har ikkilisi halok bo'lib ketadi. Qandaq bir qo'shna o'zininki qo'shnisiga zulm qilsa, qahr qilsa, ya'ni uning zulm qilsa, hattoki shuning zulmi u kishini uydan chiqishga olib borsa, undaqda u zulm qilgan qo'shna halok bo'lib ketdi. 70-bob Yahudi qo'shnining bobi. 128-hadis. Mujohiddan rivoyat qilindi. U mundaq deydi: "Men Abdullah ibn Amr raziyallohu anhum uning qishida edim. Uningki g'ulami, ya'ni xizmatkari bir qo'y suyayotgan edi. Abdullah mundaq dedi: "Ey bala, agar qo'y suyishdan bekor bo'lsang, qo'yni suyib bo'lsang, bizning Yahudi qo'shnimizdan boshlag'in. Ya'ni go'shtlarni taqitib, xayr ehson qilishni Yahudi qo'shnimizdan boshlag'in" dedi. Qavmning ichidagi bir kishi shundaq dedi: "Yahudiyga Alloh seni isloh qilsin." Ya'ni ajablanib qoptida Yahudiga yaxshilik qilamdiq deb. Abdullah ibn Amr raziyallohu anhu shundaq deydi: "Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qo'shniga yaxshilik qilish haqida, qo'shni to'g'risida tavsiya qilganligini, vasiyat qilganligini anglagan. Hatto biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qo'shnilarga yaxshilik qilinglar deb ko'p vasiyat qilib berganlikdan qo'shnini mirosxo'r qilib qo'ygan deb qo'rqib qolgan. Hatto shunda o'ylab qolgan yoki debdi.